Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlar. Manglarning mush vaqti xeyirlik bo'lsin. Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazininki xalqaro vaziyat programmasiga xush keldinglar. Bugungi programmada Amerika hozirgi hukumatninki e'lon qilgan milliy xavfsizlik, ulusal xavfsizlik strategiyasini 3 kun burun e'lon qilgandi. Bu qitimqi suhbat Ruqiya xonim bilan suhbat qatnashmoqchi. Ruqiya xonim xush keldingiz. Xoş bulduk. Assalamu alaykum anlıqçılar. Və alaykum salam Nicat. Yaxşımısınız ukam? Bu rahmet dedi. Bildiğiniz bu milli xavfsizlik stratejisi her qatim prezident, yeni prezident saylangan çağda biri özünün kelgüsü ep bargan stratejisini e'lon qilib, mushunga asoslangan asosda bir dunyoning har qaysi joylarida siyosat yap baratdi. Trump 2017 e'lon qilgan, undan keyin Biden, undan bütün prezidentlar e'lon qilib keladi. Mushunday bir an'ana bo'ldi. Bu qitimqi narsa nurg'unlagan kritiklarni jiq bo'lib to'qarsak sosyal medyada nurg'unlagan tadqiqotchilar, nurg'un musbat va manfiy ko'pincha tanqid qilganligini ko'rdik hamdi. Siz bu milliy xavfsizlik strategiyasiga qanday qardingiz? Mən texi bu dokladniki sosyal medyada qanda tənqid qılınıvatıdı yoki tədqiqatçılar qanda tənqid qılatıdı onu köygüdək bulmadım. Dokladnılam ara bir yügürtüb çıxıdək buldum, vaxtım çıxmay. Lekin şu dokladni köz yügürtüb çıxıblam bir xil rastım neysem bir xil çöçüdüm. Çünkü nemişkəsi bu doklad başqa burunqu dokladlarga oxşamaydı. Monori doktrin vaqtiga biraz qaytqandek, amma bu dokladtiki eng adamni ichindirdigan narsa Amerika dunyoninki eng super power. Birinchi o'rinda turadigan harbiy jihatda bo'lsin, iqtisodiy jihatda bo'lsin, hamma jihatdan. Xitoy ikkinchi o'rinda turdi, yetishib olman deb qattiq kuch Xitoy. Dunyo so'rayotgan bir kuch, mayli ideologiya jihatda bo'lsin. Ammo bir adam ichindirdigan yeri Amerika ideologiya jihatda bu imperializmninki dunyoni demokratik qimmat qarashidan, ya'ni inson haqlarini qo'g'dash, erkinlikdan bu qimmat qarashdan nima qildi uchun butun dunyoga shuni ta'kidlatdi Amerika. Hozir bu qitimqi bu dokladda bu Amerika hukumati debdiki, biz Xitoyga o'xshashlam bir narsani o'tirib qo'yibdi-da, ideologiyada biz boshqalarning ishiga aralashmaymiz, bundan keyin degan narsani o'tirib qo'yibdi. Ham boshqalarning ishiga aralashmaymiz deganni Xitoy o'tirib qo'yib, har qanday davlat masalan xalqingni qanday izamsa, zulm qilamsa, qirg'inchilik qilamsa, chatlig'imiz yo'q. Biz bilan savdo qilsanglar bo'ldi deb Xitoy mush yo'lni tutib kelayotgan-ku, mushni qarashiningki 5 ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bular, shuningki 5 prinsip, ya'ni 5 prinsipning birisi qilib nega bo'lsa shuni ko'tarib kelayotgan Xitoy hozir. Endi Amerika undaq emasdi. Amerika dunyoni so'rash bilan birga o'zining ideologiyasini dunyoga taqdirgan, ya'ni demokratik qimmat ko'z qarashini dunyoga taqdirgan bir davlatdir. Yani zulmga, qirg'inchilikqa qanday yerda bo'lsa aralashibda boshqa davlat aralashib kelgan. Endi hozir bu ishga aralashmaymiz degan narsani Amerika o'tirib qo'yish orqali, demakchi bo'lg'ini arab davlatlarini asos qilib, u yerda o'tir sharifda biz ishga aralashmaymiz. Shu arab davlatlarininki boshliqlari, prezidentlari, shular hukmronlari biz bilan savdo qilsa bo'ldi, davlatni qanday tutsa mayli, Isroilga xatar yetkazmaslar bo'ldi. Biz hech qanday ishga aralashmaymiz, burunqidagi rejim change, ya'ni bir rejimni o'zgartimiz degan bir ishlarni qilmaymiz demoqchi ekanda. Chunki rejim change'ni o'zgartirmadi Amerika o'tir sharqda baqqalan qanchalik chiqadi. Mag'lub bo'ldi. Bu endi shuningdan tajriba saboq qilib bo'lmaydi ekan. Nemish qilsin. Biz o boshqalarning rejim change ishga nimasini o'zgartimiz desak bo'lmag'idek deb shuningga ichki ishga aralashmaymiz degan bundan narsin chiqargani bilan bizga qanday bo'ldi? Masalan, Xitoyga o'xshash narsa bizga Sharq Turkistonda qirg'inchilik hozirgacha davom qilyapti. Zulm davom qilyapti. Tibetda davom qilyapti. Dunyoning boshqa yerlarida zulm bo'lyapti. Endi buningga agar Amerika demokratik qimmat qarashlari bo'yicha, erkinlik prinsiplari bo'yicha aralashmaymiz u ishga desa, chunki Xitoy zaten bizni ishga ishimiz deb turib yiliqliq. Buni biz qanday qilamiz deyishimizga to'g'ri keldi. Shunga biz bundan keyingi da'vo yo'limizda Mavi Xitoyning ishki ishi emas deganni qattiq targ'ib qilish kerak. Chunki ishki ishi degandikilam bu Amerikami hozir aralashmayman deganni qo'ydi. Bizmi burun Xitoyning Xitoyning ichidagi bir asonliq millat, Uyg'ur rayoni degan narsalarni, Xitoyning ichidagi bir Uyg'ur rayon degan narsalarni targ'ib qilmay, cho'qim biz bundan keyin oldiq texim kerak. Bu Xitoyning ishki ishi emas. Xitoy bizni besib olgan, biz bir mustaqil davlat, Xitoyning ishki ishi yoki birisini ishki ishi aralashganlik bo'lmaydi degan shaklda davoni mushta ilgari surishimiz kerak. Chunki
Bular aniq debdi. Agar u Xitoy bizni Sharq Turkiston xalqining ishini, u yerga bo'layotgan qirg'inchilikni ishga ishimiz desa, qirib butun Uyg'urni qirvatsimi, undan keyin Amerika aralashmaydi. Amerika aralashmasa, ularning do'stlarining kuchi yo'q Amerikaning, g'arb davlatlarining hammasi Amerika yaqinliq. Boshqalar qanchalik aralasha oladi? To'g'ri dunyoda nurg'un haqiqat so'yar insonlar bor, qirg'inchilikqa yordam qiladigan. Yani kuch yo'q-da shu biz bir tashqi kuchni yinimizda tutmay turib, bizning ishimizni hal qilishimiz tas. Shuningga bu narsa bundan keyin hech qanday ishga aralashmayman degan narsa biroz bizni meni shaxsan rahatsız qildi. Uning ustiga masalan bu narsa nimani bildirdi deganda bundan keyingi inson haqlari da'vosi, ya'ni Uyg'urning asosli tashkilotlari inson haqlari da'vosi qilyapti G'arbda. Demak, bu narsani Amerika qo'llamasa, endi bir yerga berib qoldi, yo'q bo'ldi, uni qilolmaydi degan gapda. Chunki bundan keyin balkim ularning pullarini ham kesib o'tish mumkin. Sen o inson haqlari degan Xitoyning ichidagi inson haqlari u ishga ishi biz aralashmaymiz deb bu narsani qilg'izmaslik mumkin. Men herhalde yo'qdan yaxshi qilib do'stim mayli deb butun xalqning orzusiga vakillik, mustaqillik orzusiga vakillik qilolmagan taqdirdami, bunda bir bo'layotgan ahvolni anglitib do'stimi o'z mayli yaxshi emasmi deb o'ylaydim bu tashkilotlarni. Ammo bundan keyin bunda davoni, ya'ni inson haqlari davosini qilishmi tasavvurida Uyg'urlar. Ama Amerika'nınki noktasından yetken çağda belki özün şeriklerini O'rta Sharqdagi hatta O'rta Sharq Janubiy Osiyo, O'rta Osiyodagi davlatlarning ularning Amerika bilan hamkorlashishni qo'llashiga oson ish kechishi mumkin demasdan. Qachon mumkin bo'ladimi? Masalan, Xitoy aralashmaydi-ku, Amerika bunga aralashmaymi? Tijorat qilamiz, o'rtaq milliy manfaatimiz to'g'riliq boshqa hamkorliklarni qilamiz desa, u chog'da Amerikaning sepida turadiganlar jiq bo'lishi mumkinmi sizcha? To'g'ri, uni o'ttirib qo'yibdi aniqlam. Biz cho'qim biz ishga ishga aralashmaymiz deb mablag' sezishimiz kerak. Biz Xitoydagi azon, unda sifatsiz molni satmay, bizning Amerikaning sifatli yaxshi mollarni sotib, savdoni yaxshi qilib, boshqa davlatlarni yinimizga tortishimiz kerak deb boshda debdi bu reportida. Shuning qaraganda burun bizga masalan xalqaro qonun bo'yicha irqiy qirg'inchilik davlatlarni yiniga to'xtatib, hammasini Xitoy kayniga silib olgan o'sha davlatlarni. Bundan keyin balkim Amerikaning do'stlari ko'p bo'lishi mumkin. O'rta Sharqdagi, masalan, O'rta Sharqniki ishga aralashmaymiz. O'zinglarning kulturi bo'yicha, o'zinglarning dininglar bo'yicha qanday kim hukmron bo'lsa biz chatlig'imiz yo'q bu rejim chanji deb biz o'raydigan hukmronlarni, o'raydigan ishni qilmaymiz, aralashmaymiz degandan O'rta Sharqniki hukmdorlarimi Amerikaning yenda turishi mumkin. Bular zaten turib hali yaqin bo'lib qolgan o'xshaydi hozir reportdan qaraganda, ama dokladdan. Şu siz degandek bunun men qaytilma nurg'un davlatlarni yiniga tortishi mumkin. Ammo tortgan bilan bu yerda Amerikaning manfaatini birinchi o'rin qo'yamiz. Amerikaning manfaatiga daxli ta'rizi, ya'ni ozroq ta'sir bo'lmaydigan hech qanday ishga aralashmaymiz debdi. Ham bir narsani o'tirib qo'yibdiki, boshqalarning bizning davlatimizda lobbichilik qilib, Amerikani o'z davlati uchun xizmat qildirishiga yo'l qo'ymaymiz debdi. Bu narsa Isroilga taqildi. Masalan, Isroil lobbichiligi bek kuchli. Bundan keyin ham Isroil Amerikani qo'lida o'yintanmaydi agar bular bu strategiyani yurgizsa degan gap. Lekin buni bilan birga Xitoyning lobbichiligi u yerda kuchli. Xitoymi qo'lida ham o'yintib, qo'lida ishlamlarni yanchiqiga pul selib u yerda Amerikaning nimasini Xitoyning lobbichiligini Amerikada siyosatchilarni keltirmada qilmaydi degan gapda. Bu biz uchun foydali. Ammo Uyg'ur lobbichilikchi u yerda. Sharq Turkiston uchun lobbichilik qilishnimi biz sen uchun xizmat qilamdi. Biz haqni jiddilik kirmaymiz debdi-chu. Biz Xitoy bilan sening o'tirangdagi jidal kirmaymiz deyish mumkin. Biz baribir biz ishga ishi emas. Bu ya'ni besib olgan Sharq Turkiston bilan Xitoy o'tirisidagi masala bir qirg'inchilik masalasi, hayot mamatlik masalasi, bir davlatning yana bir davlatdan mustamlikadan qutulish masalasi deb da'vo qilgan taqdirda Amerika qo'pab biz o jidalga aralashmaymiz, bu yerda lobbichilik qilmadi, bizga o'xshash muomalani tutish motirpimi bor. Unda olganda yana tasbih bo'ldi bizning ishimiz. Agar unda bo'lmay yana o'zining manfaatiga Sharq Turkistonning lobbichiligi bu yerda qilinsa, chunki Xitoy bir cho'ng raqobat bo'lgan. Bu yerda yana ko'z qilib ishlatishga ehtiyoji bo'lgandan keyin bunimi o'ylab Sharq Turkiston xalqining masalasini. Agar bizning lobbichiligimizni bu yerda bir boshqa davlatning manfaati uchun Amerikani ishlatish uchun qilayotgan lobbichilik emas, bu Amerikaning manfaatiga uyg'un keladigan bir lobbichilik deb qarasa, u vaqtda bizni qo'llashi mumkin. Agar unda qaramasa bizni qo'llamaydi. Yani bir yerde Sharq Turkiston tashkilotlarimi bir yerde masalan Xitoyning ishga ishi Uyg'ur ayini demay achchiq ketib, bu bir söylengan zamandan mustamlikadan mustamlikasizlashtirish demdi, decolonization. Mustamlikasizlashtirish, hayot mamatlik masalasi bu yerda bir
mustamlikadan qutulish masalasi deb anglatish bilan birga uning ustiga Sharq Turkistonning strategik o'rnining muhimligini u Xitoyninki hozir bu dokladda debdi-ku biz hech qanday bir davlatning dunyoni so'rishiga, Amerikaning o'rnini edib dunyoni so'rishiga yoki regional power, ya'ni bir bölgede u bölge mening deb kontrol qilishga ruxsat qilmaymiz debdi. Ya'ni Amerika super power altimizni saqlab qolamiz debdi. Shunami uning ruxsat qilmaymiz. Ya'ni u imperialistik ideyasidan butunlay chekinib biz bo'ldi kim nani so'rsin biz Amerika qit'asidan o'zimizni kuchlantirib yashaymiz. Unda bir narsa yo'q-ku. Ya'ni dunyodagi kuchidan voz kechmaymiz deylik. Unda bo'lgankin Sharq Turkistonninki mustaqil bo'lishi Amerikaning dunyodagi kuchidan voz kechmasligida Xitoyni ojizlashtirishida muhim rol o'ynaydigan bundan nuqtadan chiqib balkim lobbichilik qilsa balkim bu Amerikaning manfaatiga uzun muddatli uyg'un keladigan bir narsa. Balkim bunga kelish mumkin, lekin kammaslikmi nihoyatda cho'ng bu yerda, chunki hech qanday jidalga kirmaymiz hech kimnikiga debdi. Chunki hozir bizningki bu Sharq Turkistondagi quruqlikdagi manfaatdan bakarak Amerika Tayvanga dengizga qiziqdi. Onu ta'kidlabdi. Bütün kuchi bilan shuni qo'g'dayki Tayvanni Xitoyning ilishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz debdi. Bu ishda biz qattiq turamiz. Ama O'rta Osiyoni bizning masalamiz o Tibet hech qanday narsani tilga olgani yo'q bu dokladda. Yani bu haqiqatan odamning ko'nglini yerim qildi. Miyada debdi mesela Amerikanınki iqtisodini manfaatini qo'g'digan asosda Indo-Pasifik rayonida uchuq va erkin bir nemini saqlash kerak debdi. Shu yerdagi dengiz yo'llari tijorat yo'llari ularning bexatarligi andikiniligi supply chain ta'minot zanjirininki bexatarligi u yerdagi kritik metallarning erishish debdi. Hem Tayvanning nimasigami bexatarligimi hech qanday iliqi Xitoyga urush qilmaydi debdi. Men nima deyilib qo'ydim xatolashmasam. Aldını eliş Xitoyninki bir hücum qilishni. Deterrence. Tayvanning muhimligini nihoyatda o'chib o'tirib qo'ygan o dokladda. Ki o ikki zanjir bor oyatga dengiz yo'ldagi. Tayvan u zanjir yo'l chain ketadi deydi-ku. O zanjir ketadi o dengiz yo'li kessa Amerikaning degan iqtisodining dunyoning iqtisodining 3dan 1 shu yerdan paraxodlar o'tadi. Amerika u yerdagi kuchidan hargiz voz kechmaydi. Tayvandan shunga Tayvan qo'ldan kessa qat'iy bo'lmaydi deb uni qattiq turibdi. Uni Tayvanni hargiz bir bu Xitoy ası ammamdı, özünə işi biz aralashmaymiz, jidal kirmaymiz deganni Tayvanga qaratmagan bir boshqa narga qaratgan, boshqa qanday jidallarga kirmaymiz deganda shu O'rta Sharqdagi jidallarga kirmaymiz degan bo'lishi mumkin. Bundan keyin hozir ham Gazadimi tinchlikni qilamiz deyotdi. Uniki ma Ukrainaning jidaliga kirmaymiz deganni. To'xtatamiz deb turishni asosan. Ammo hozir Tayvanda undaq bir urush chiqib qolsa Amerikaning manfaatiga bevosita to'qindigancha u iqtisodiy manfaatiga. Onda qattiq chiqib turmiz debdi. Ammo O'rta Osiyo masalasi yoki bizning masalamizni uzun muddatli bir narsa qo'ygan bo'lishi mumkin. Hozir bunda qaramchi Amerika qisqa muddatli politika o'ynaydi. Bu reportmi qancha yillik nima qilgan olmaydi, ammo 5 yil. Bizning masalamiz bir uzun muddatda agar bir urushlar chiqib bir nim bo'lsa Amerika o'ylaydigan ish bo'lmasa, hozir o'ylaydigan narsadek emas bizning mustaqilligimiz uchun. Bu Indo-Pasifik rayonunda mesela Amerika'nınki ait çok askeri güç ve 80 bin artık asker var, nurgulluğun bazıları var mesela. Çünkü bir yerde Şimali Kore var, Xitay var tehdit edici. Mesela azırak Şimali çıkıp Rusya'nın kimi öseli vatkan bazı tehditler var mesela. Asıl tarafta nurgulluğun devletler var Xitay tehdit kılıp vatkan. Malaysia, Vietnam, Filipin degandek. Sizce qandaq bir siyasetlerini ip beriş? Mesela doklat tarafta bulup mu manimin iki devletini bektil kaptı. Yapon bilen Kore'ni özünki. Nimesi aşırıcı. Mesuliyetini qilish kerak, behat nimaga mudofiaga mablag' silish kerak deb. Endi bu mundaq debdi dokladchi, mundaq tushundim men. Biz shu Amerikaning manfaatini birinchi o'rin qo'yib, Amerika bir isolationism, ya'ni nima deymiz, o'zini bekinmachilik bir narsa yo'q bu yerda. Amerika ya'ni bizning do'stlarimizning yinda biz bilan hamkorlik qildigan, bizning manfaatimizni birinchi o'ringa, o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'ya oladigan, bundaq teng barobar o'rtaq manfaat. O'rtaq manfaatda chiqish nuqtasi qilib qildigan do'stlarimiz bilan biz bir yerda turamiz debdi. Bu do'stlari kimlar deganda Yapon, Koreya, shu Avstraliya, shu dengizdagi manfaati muhim bo'lganligi uchun u yerdagi do'stlarini yenida tutadiki Amerika, uni tilga olibdi. Lekin bu do'stlarimizning debdi, Yevropaga shunday muomala qilganlikka. Bizning Western Hemisphere deganda bekchiq ishlatibdi-ku buningda.
G'arb davlatları yani şu Dünyası. Amerika'nın G'arb davlatları bizning do'stimiz debdi. Biz do'stimizning yenib turmiz. Ammo biz bilanmi do'st bo'lib, boshqa odam bilanmi do'st bo'laman desa, uni unutmaymiz debdi. Tushunarmi? Doğru. Bu degani Xitoy bilan demabdi, ammo biz bilanmi do'st bo'lib, boshqa odam bilanmi do'st bo'lamiz desa, biz buni unutmaymiz debdi. U degani Xitoy dushmanda hozir Amerikaga. Biz bilanmi do'st bo'lib, Germaniyada Xitoy bilanmi savdo qilsa, biz uni do'st deb qaramaymiz demoqchi. Avrupalıların inaqsız bu cihette. Onunğa şu Avropaga işte bir mesaj berdi. Ama Yapon, Koreya degan qatorliq davlatlarga biz dengizda bizning manfaatimiz bor, biz bu do'stlarimiz, lekin sening manfaating bor. Shunga bizga yo'linib olmaysan, bu yerda yukni tang ko'tarsa biz bilan debchi. Yukni tang o'zingning manfaatini, bizning manfaatimizni o'ylay olsang, biz bilan do'st bo'lib hamkorlikda turamiz. Bu misol tashvitimiz seni demoqchi. Hadi Avrupa'nın neymiş çıktı da mesela dokladda Avrupa'la kadar ikki nokta vardı. Birisi Ukrayna urushininki to'xtatilishi, mesela bu yerda urushning to'xtatilishini nim qilg'iliq ta'kidlagilik. Halbuki ikkinchi narsa bu g'arbninki civilization ninki eriyotganlikni tilga olibdi. Andan keyin u yerda Yevropaninki o'zininki milliy sanoatini kuchaytirish kerakligini debdi masalanchu. Mesela bu yerda hozir Avrupa'nın siyaseti bir eniqsizlik var. Hem Xitoy bilan tijoratni yaxshi qilyapti, Xitoy bilan qattiq qo'lliq siyosatdimi? Amerikaning endi jiq tumagan masalanchu. Ammo Amerika bo'lsa yillardan beri 2013dan buyon g'arbninki nimasiga mudofaa bexatarligi Amerika garantiya bo'lib kelganlikdi. Hozir bu yerda askar chiqingandan gapi bor masalanchu dokladda. Sizce mesela qanday bo'lar masalanchu bu yerdagi Amerikaning g'arb bilan bo'lma transatlantik ittifoqi deb olayli buni mesela. Bir yerde mesela 60 mingdan ortiq askar var Avrupa'da için. Ya hozir NATO'ga mı şu Avrupa'ga mı sen mi asker çıkarırsan, burden sharing yani sen götürsen, mellam qo'ymayman. Sen mi senin menfaatingni keşke mellam qo'g'dab bermayman, sen mi qo'g'daysa da Monroe doktrin tarafga ketdi çok hozir. Evet. 8-nechinchi yildagi. Shundan narsani qo'yapti. Siz Yevropada siz qanday qaraysiz tafsilroq? Bence Amerika'nın bir yerde bunda biraz taşlap koyup özellikle taşlap koysa Avrupa'nın İkinci Dünya için Avrupa biraz uykuya kirgen bir alet demesen. Umumi müdafiye nesli demez. Asasi nesli milli paravallık. Devletin iktisadını nim kılıç, özünki mağrib, seyyiye işleri, özünki iktisadi sanatını terakıldığı nesli gitti. Ama bir yerde Amerika'nınki hepsilik garantisi bulmadan ekvallaşsa da bunu kılanmaydı bu devletle. Hazır Amerika kolunu kütlerse belki uzun mezgil uxlagan adam uyqusida içip hareket etkenlik belki ötüşü mümkün. Mesela bunun da nurgun devletlerinin milli müdafiye hamçotunu aşırıvatkanlıqını görüyoruz. Ama manada naiti eniq bir signalni belgilikte. Mesela çünkü Trump'ın hükümetiga qarşı turayotgan bazı solcu partiyalarga mesela onun qarşı turayotgan narsa, bunun o'ngchi yaqinlik partiyalarning qo'llaydigan narsani bir tilga olib qo'yadi mesela dokladda mesela. Avrupa siyasetinde bir çoğun özgürüş buluş mümkün aldığımız yıllarda için. Ben oynayma eğer Avrupa siyaseti çoğun özgürüş bolsa ular derhal askerini yetiştirip qıpqıgıç uzun müddet ketdi demezmi? Doğru. O bexatarlik degan muhim narsa, saqlab turadigan narsa emas, yetishtirib bo'lguncha. Hozir NATOda Turkiyaning askarlari xiljiqku, namoz Turkiya Avrupaga qaraganda askariy jihatdan kuchlikda. Agar Amerika askarlarini yordam qilmayman deb nimaninkiga Yevropani o'zining kuchini o'zing ko'rsatishing kerak desa, bu yerda Turkiyaga bir bo'shliq chiqishi mumkin. Ehtimal. Agar Turkiya Yevropa bilan kelisha olsa, Turkiyaga bir bo'shliq chiqsa, Turkiya bilan Yevropa kelishib qolsa, u vaqtida bizning Sharq Turkistonga yana foydali deb o'ylayman buni uchun. Chunki biz bir Amerika bilan yo'linib qolsak bo'lmaydi-da. Shunda Amerikaning siyosati birdan kichik o'zgarayotgan mumkin. Bir davlat yo'linib qilish biz uchun xatarlik. Agar Turkiya bilan Yevropa kelishib qoldigan ish bo'lsa, uning ustiga bizning manfaatimiz osh tarafga bog'liq uchun. Ularning manfaati shu, masalan, Xitoyning bir balvoq bir yo'l degani butun ekonomik koridorlari Xitoyning kengayishi, quruqlikdan kengayishi biz orqali O'rta Osiyo orqali Yevropaga kengaymoqchi Xitoycha. Shunda egallayapti. Undan keyin Yevropa va Turkiya u yerda hamkorlashsa, O'rta Osiyoning Turk millatlar bo'lgandan keyin bu xalqlar kuchaysa,
Bizga biraz foydasi bo'lishi mumkin degan manda ko'z qarashdaman-ku, agar Amerika u yerdan qo'lini tatadigan ish bo'lsa Yevropadan. Chunki Amerika baribir O'rta Osiyoga kirmaydi. Yevropani ashad turib qo'g'dab beraman deydi. Endi Rus bilan munosabati qanday bo'ldi bundan keyin, ma urushdan keyin uni uqunolmaydi. Agar Rusmi Yevropa bilan kelishib qoldigan ish bo'lsa, u vaqtda Xitoyni yolg'iz qoldirish biza oson bo'ldi, ya'ni bizga foydali fursat chiqadi degan gap. Onun da şu Ukrayna'daki uğraşını toxtuşqa bağlıqda. Hazır Qarabistikdə olub Avropa dövlətlər bütün güclə Ukraynanı qollab uğraşını davam qılsa deydi. Bu məngü uğraşıb bəsə Avropaga kuch yetmisi de mesela. Unda menga urush bersa deb Yevropa unda degini bilan Rus bilan menga urushaversa, bu yerda bizga bir fursat chiqmaydi, Xitoy kuchini deyveradi. Bu Trump'da teriktirayotgan noktanın birisi bu şu. Uğraşını baldır tügütüş arkalık Rusya'nın yanına tartış gerek. Ameliyatı Rus'un noktası mı? Eside setiş merkezi eside Avrupa'da Rus'un ticaret meydanı esliydi. Rus için baldır tüketisi belki paydası oluşu mümkün. Endi mesela nemige O'rta Chariqqa kelaylik. Mesela O'rta Chariqdagi davlatlarning ichki ishlariga aralashmaymiz debdi u yerda bekiliki merkezlik u yerga ko'ngil bo'lmaydiganligini debdi, ama İsrailning bexatarligini tilga ilibdi mesela. İsrail mesela qarasak bugungi kunda yana ba'zi davlatlarga hujum qilyapti, Suriyaga, Libanonga, G'azadagi ba'zi o'ltirishlarni davom qilyapti mesela hujum qilishlar. Etrafga bir agressiv tehdit şekillik bir siyaset yürgüzüyordu kengaymetlik için. Bunun da Amerika mesela İsrail'de bu siyasetin devam kılıyor ve Amerika kançılık aralışa mümkün mesela. Vücutga çıkaralar mı yazgan şu xavfsizlik strateji yazgan nesni amelga çıkaralar mı demekti. Onu biz bir nima deyemeyiz da. Çünkü lobbycilik pek güçlü o Amerika'da. Ya bu doklatdı mı zaten doklat özüde depti. Lobbyci başkalarının bizning davlatimiz lobbychilik qilib Amerikani o'zining davlatining manfaati uchun xizmat qildirishiga bundaki yo'l qo'ymaymiz debdi. Agar shuni qila olsalar Amerika Trump davrida, unda bo'lsa Isroil Amerikani barmoqida bundan keyin o'yintanmaydi degan gap. Ammo bu yerda Isroilning bexatarligi muhim deb o'tmasa, uni xuddi İsrailni tashlab berdik, urushsan urushi va mayli arab davlatlari yeb ketsin mayli deb meni u yerda men degan birdan bir yolg'iz demokrat davlat bo'lsam deb yig'lab keldi emasmi bu İsrail uchun arab davlatlar, musulmonlar meni yeb tutdi deblam degankin u yerda uningga anda murisini qiyib qo'yib sening bexatarligingni o'ylaymiz, lekin nima desang sening gaping bo'yicha, sening lobbychiliging bo'yicha bu yerda senin gaping bilan Amerika cho'gilaydigan ish yo'q degan bir mesajni beribdi dokladda. Shuni qaraganda hamda bular arab davlatlari bilan kelishida yaxshi o'tadi, bu yoq ma'lumotlar bo'lganda. Onkin agar İsrail bunda tahdid qilib qilsa, o'ttirliqda kelishtirguchilik qilib foydalidir degan gap Amerika uchun. Qultam balkim boshqalarning jiddilik kirmaymiz debdi. Bundan keyin jiddilik kirib, qo'ral berib, yana İsrailni sen nima ish qilsan qil deb mandaq tanglik askar avatib, tang jidalnashchi tang kirib uchun tang urushib qilmasligi mumkin. İsrailning lobbychiligi ojizlashishi mumkin bu dokladdan qaraganda. Ammo İsrailni butunlay tashib o'tadigan gap yo'q bu yerda. O'ttirliqda shu o'zlari urushib qilsa, u yerda Amerika shu kelishtirguchi bo'lib o'ttirdim manfaat yeydigan gapda. Emerson Wisniewski. Mesela bunun da Amerika'nın bu doklat yeni bir nokta köşmeller meselesini cıhtılgaptı değil mi? Mesela Amerika'ya köşmeller, Avrupa mı köşmeller nece kabul kılış mesela. Bunun şahsi kısaltla dünyanın ayrı çiçelik gizlatkan bir mesele var değil mi? Mesela nurgun köşmeller meselemiz var. Tutulup kaldıqlar var bu ya bir yerde mesela. Garipten mesela Amerika'yı katıklaştırsa, Avrupa'nın bunun geçip katıklaştırsa Uyg'urlarga bo'lgan siyosatda o'zgarish bo'lishi mumkin mesela bo'lib köşmellerimiz. Bo'ldi da qo'rqinchli bo'ldi chunki Amerikaga bundan keyin Uyg'urlarning kelishi tas bo'lishi mumkin. Qonunsiz hech qanday odamning chegirdan mandaq burunqidek Meksikadan unda u yer bu yerdan kirish olsa, Meksikada mu anglasam so'la aşağıdan chegirdan o'tib tutilib so'linib qolgan bolalar bor ekan. Chun necha bir yildan ish bitdi yetayotgan. Aslında lekin ham Uyg'urlarning Amerikaga kiralishimi tas bo'ldi. Yevropani mi debdi, sen ko'chmanni qabul qilaversan, bu Yevropaning o'zining xarakteri yo'qotdi. Yevropa bitib qilish kerak deb aytdi. Yevropagami bir xillik nima deymiz, millatchilik nimasini ma'la targ'ib qilyapti, ma oq millatchilikni hozir. Lekin u yerga bundan keyin ko'chman kelishi tas. Biraz bu Trump administration biraz nima deymiz, biraz rassist, biraz millatchi. Irqchi. Hamda millatchi rahbari nima bo'ldi bular. Shuna bo'lgan keyin
bular şu undaq qilsa Uyg'urlarla emas, dunyodagi butun ko'chmanlarning ishiga tas bo'lishi mumkin. Ammo tas bo'ldi desa, unda bo'lsa o'zlari qanday qildi? Masalan, Ukrainada urush bo'ladi. Urushlarni to'xtatsa bo'ldi shu. Hamma yerga urushlarning piltisini yiqib qo'ydiganlar. Anodagi ko'chmanni olmaymiz desa shu urushning piltisini o'zlari yiqib qo'yib, o'zlari sababchi bo'lib qoladi-chi bir uchi bormishlarning butun urushlar. O'zlari yiqib bir sababchi bo'lib qilib, uniki u yerdan urush bo'lib qaqlashganda nega boradi? Tushunami? Nega boradi u haq? Masalan, Ukrainalik nega boradi? Hammasi Kanadaga va Amerikaga keldi. Uni olmaymiz, Yevropaga keldi. Ani olmaymiz deyalamda qanday qildi? Afrikada-chi. Haqni sömürey versen haq nega boradi? Qaşmay, tushunami? Ya tursada bu mecburlab unda qilimiz degan bilan qo'g'lab kirgizmayman deb chigirdim o siyosatni qattiq qilib olmaymiz degan bilan butun demokratik panolik tilash masalanchi bu panolik berish deganmi bu demokratik davlatlarning demokratik qonuni bu demokratik qimmat qarash bu demokratik qimmat qarashlarga uyg'un emas bu narsalarchi hozir chiqyapgan To'g'ri. hozir dunyo demokratiyadan demokratik qimmat qarashdan chekinib boshqa yoqqa ketib bordi desak bo'ldi agar bu narsa amalga oshdi desa Anonkin dokladının ilki nemkan yeri mesela o Orta Asya nemistiki yani noktını tılganmaqlıq ki mesela Afrika'nın berilgen nerse yani ait azkende bir yedi bəgən. Orta Asya əməliyyatda qarsak bütün çoğun kişiler bir gün yügürevatkan muhim bir merkezdeki birisi. Mesela Orta Asya'daki 5 Türkiye devletlerinin anki Afganistan'ı elip çoğun büyük Orta Asya nemisini alsak da mesela rayonunu. Bu yerdeki baylık, bu yerdeki çıkıvatkan bu yerinin muhimliği, bu yerdeki energiyalar, mesela meyli Avrupa olsun, meyli Japonya, meyli Rus, Xitay deyimiz hatta Amerika'nın yakında teknolojisini küçeytti de mesela bu yer bakan münasebetlerini küçeytti. Dokulatta bu nesne mışnak muhim bir ordunun tılğı almaslığı siz için nemin düşündürdü? Hozircha jiddiy immediate demdi. Darhol manfaatga emas O'rta Osiyochi. Amerikaning darhol manfaatiga to'qinadigan tegadigan dengiz. Shunga hozir bu doklad darhol uzun muddatni ko'zda tutib yozilgan doklad emasga men qarasam. Doğru işte 3 yıllık Jiddiy manfaatini ko'zda tutib yozilgan ekan. Unda bo'lgandan keyin 3-4 yıllık menfaatini demepti ama 3-4 yıllık doklad lekin o bir dokladni yazganda 2 yıllık yazamdı 3 yıllık yazamdı lekin bir uzun muddatli qisqa muddatli menfaat bo'lish kerak o yerda ama bu To'g'ri. Menfaat qisqa muddatli menfaatni ko'zda tutib O'rta Osiyo menchimo Amerikaning qisqa muddatli menfaatida yo'q. Ashtago chunki Amerika hozir Rus Ukrayn ishi bilan aldirash u dengiz bilan aldirash Tayvan va dengizdagi Amerikaning manfaati eng muhim. Bu Amerika qismi shu Xitoy bilan dengizda qiladi. Darhol berib Amerikaning ta'sirimi yo'q O'rta Osiyoga. Kirsimi bir iqtisodiy nim bilan kirdi. Uning ustiga atrofida Rus tarafda Xitoy va Ruslar Amerikaning munosabati bir taraf bo'lmadi. Bir taraf bo'lmay turib, u yerdagi ta'sirini Amerika hozirlan belgilab O'rta Osiyo andamında deyilmaydi. Ham uning ustiga O'rta Osiyoni tilga ilib Xitoy bilan Rusning tozi eng jon tomiridek tutayotgan bir yerga Xitoy bilan Rusga biror mesaj berib qo'yishni xohlamaydi, maxfiy tutgan bo'lishi mumkin. Chunki bunda uçtaşlar yozilgan dokladlarninki hammasininki rost bo'lib ketishi mumkin. Ishki dokladlar bo'ldi bu buningki. To'g'ri. Uchun yozilgan doklad bo'lishi mumkin. Shunga hozircha menchi Amerikaninki normal O'rta Osiyoni tilga olmag'ini, Rus bilan bo'lgan munosabatni aniq bir taraf bo'lgani yo'q, urush tugganda ko'ramiz. Elbette. Ta'sirimi yo'q. Xitoy bilan Rusning o'rtasiga Amerika kirolmaydi. U yerga bir askariy kuchlarni kiramadi. Iqtisodiy deb kirsimi, uni uzun muddatda bir askarlarni akirish mumkin. Bektas, ammo Amerikaning asosiy qiladigan ishi urushib qolsimi shu dengiz durushidir Xitoy bilan. Shuningga tilga olmaganmiki deyman. Jiddiy manfaatni ko'zda tutib to'g'risida yozilgan. Anondikin Xitoy sizce bununla qanday bir ifade bildirer, bunun aldın aladigan işlerini qilishi mumkinmi yoki bo'lmasa Xitoyni xo'sh qiladigan nuqtalar bormi bu yerda uchun mesela bu dokladda? Xitoyning siyosiy Xitoy pek hiyligarmancha. Xitoy ammo ansiraydi. Menga o'xshash ishga ishib aralashmaymiz deb lan boshqa davlatlarni bu Amerika yana tortib ketadigan bo'ldi deb meningdan ansiraydi u Xitoychi. Buningdan ansirab Xitoyning xoshiga ketmasligi mumkin. Ammo ishga ishib aralashmaymiz deganki buningdan Xitoy xotirjam bo'ldi. Chunki bu Xitoy nega bo'lsa ishga ishimga aralashmaysa One China policyni qabul qilsa birisi Tayvanning mustaqilligiga, Sharq Turkistonning Tibetning mustaqilligiga qarshi tursa degan narsani tiklib oldi emasmi?
Hı. Qo'l qo'ysal deb turib oldigan bo'lgandan keyin har qanday ishida. Shu hozir Amerika ishiga aralashmayman debdi, lekin Tayvan masalasi yana Amerika chin turibli. Unda bo'lgandan keyin bu Xitoyning bu doklad menchi bir Xitoyni ancha bak xo'shallikni ketmaydi, ammo Amerika dokladda debdi, mening manfaatimga, mening tishimga tegmasanglar, sen bilan savdoni qilaverma. Ya'ni Xitoy bilan Hı. manda jihatda kelishadigan yerimizda sensitiv, ya'ni nozik yerlarda Hı. savdolashmay, nozik yerimizga tegmaydigan yerlarda savdolansak, hozirgi 30%dan 60%ga chiqarib yetalaymiz, ikki yilimiz manfaatimizni debdi Xitoyga. Ya'ni sen men bilan savdo qilib, senmi boy bo'l, menmi boy bo'lay, nima qilishimiz jidal qilib degan bilan Hı. bexatarlik masalasi bor. Xitoy Tayvandan voz kechmamdi, kashmamdi masalasi bor bu yerda. Doğru. Dengiz kechmamdi, kashmamdi masalasi bor. Undan keyin Amerika aniq debdi, hech qanday bir davlatning dunyoni so'rishiga yoki bölgedagi kuchli bir power bo'lib, bölgini o'z oldiga so'rishiga biz yo'l qo'ymaymiz debdi. Undan keyin mencha bu Xitoyning ancha nimasiga ketmaydi deb o'ylayman. Ya'ni Xitoy buni jiddiy o'ylashidir-chu, buni qarta. Şarkı Türkistan meselesiga qanday buni tilga oldik mesela. Ahırı soraydigan buni bütün mesela Amerikanın hozir nurg'un meseleleri var. Özünün 34 trilyondan ortiq qarzi var mesela. Elbette onunla to'sqinlik qiladigan gruppalar var. Nurg'un xalqaro o'zgarishlar var. Buningki real siyosetga ijro qila olishi nechilik qanchalik persent yoqamsa mesela sen amini ijro qila oladimi mesela Amerika yozgan strategiyasini qisqa mezgil ichida? Bunu bir Trump hükümeti öz aldıqlam, yani kabinetdə oturublam yazıb qoyğan doklad emas deb qarayman. Çünki Aha. bunun Pentagon aralışıdı, dövlət məsləhətçiləri aralışıdı, həmin nəsini u yaxdan bu yaxqa dəngsəb qılıdı. Məsələn, qarab baxsaq, bu Saudi uruşunu Trump yolğa qoydu, şuna, məğlub olsun. Doğru. Yol. Hı. Qılman degan həmmisini qıb yaqatıdı, məyli məğlub olsun, bolmasın. Hı. Muş dokladda yazğanımı, əgər bu dokladakı bəzi nəslərini yemçik üçün, mandaq teşvik göstəriş üçün yazıb qoymağalla bolsa, bula qıb baxıdı məncə. Qıb baxıdı, o məğlub bolamdı, əməl qaşamdı, aşmamdı, onu şu vaxtdakı əməliyyat bəlgiləydi də. Ondan keyin mening eng bək içimni sıqqan bir narsa bular. Bu ishga ishiq aralashmaymiz, boshqa davlatlarning deganda o'zini ham ko'zda tutmay Amerika. Xalqaro tashkilotlar bor bu. Shu tashkilotlarning lobbichilikni buni bahona qilib boshqa davlatlarningki mustaqilligiga ta'sir etadigan ishlarni qilishiga, ichki ishiga qilishiga biz nima qilmaymiz, qo'llamaymiz ularni. Ularga hatto reform yurgizib, bunda qig'izmaslik qilishimiz kerak deb. Bu nima degani? Masalan, BDT xalqaro tashkilot, Amnesty bir xalqaro tashkilot, inson haqlari kechirim tashkiloti bor, Human Rights Watch. Bular hammasi bular bir xalqaro tashkilotlar. Bular boshqa davlatning ichidagi inson haqlari masalasini targ'ib qildi. Endi bu inson haqlari masalasini targ'ib qilgan xalqning sovereigntiga, ya'ni bir davlatningki mustamlikasiga albatta hech qachon ta'sir yetkazgulik emas. Unda bir holatda demishki Amerika boshqa tashkilotlarningki lobbichilik qilib, boshqa xalqaro tashkilotlarning boshqa davlatningki nima mustaqilligiga, zimin butunligiga ta'sir etadigan ishlarni qilishni biz xohlamaymiz deb bunday narsa yozildi deb. Buni bir xil tushunam, nima qilib qoldim men. Nima deymiz? Puzzle hayron qoldim. Yani bunda da bir yangi ekilsek bo'ladimi bermesen? Dokladning e'lon qilishi 2023dan keyin qurilgan bir xalqaro tartibningki cho'lishning boshlanganligi desak bo'ladimi mesela? Shundaroq ketib qolgan degan butunlay unda degani bo'lmaydi. Bu reform qilamiz debdi. Shuning qaraganda burungi nurg'un inson haqlari rejimchancha demokratik degan nurg'un demokratik prinsiplarga bular o'zgartish kirgizishi mumkin. Bunda o'zgartish kirgizishni shu Xitoy bilan, chunki 5 davlatning ichida Xitoy bor bo'lgandan keyin Rossiya. Bular bilan birga qilmay turib qig'inolmaydigan o'xshaydi deb bularning mo'yliqi bundoq nima deymiz, qizilsizga tegmaydigan Xitoy shulik meni ishga ishim qo'shmaysa deb turib olganga bu yaxshi gapga. Ishga ishimga aralashmayman deb turib boshqa munda Amerikaning manfaati keldigan yerlarni qilsam bo'lgudek deb kelishib ba'zi narsalarni o'zgartirish kirgizish mumkin. Reform qilamiz deb aniq debdi-ku doklad. Xalqaro tashkilot. Dunyoning Xitoy bilan Rus boshqa bir yangi tartibni qo'yamiz deganda, shu qo'yadigan yangi tartibni bu Xitoy bilan Rus qo'ymasin, ichiga kirib o'tirib
azroq beradiganini berib, oladiganini ilib, bu tartibni o'zgartirishda mening mas'uliyatimni o'zimnikini men o'tirib qo'yay degan bir yer kelgan bo'lishi mumkin Amerika uchun. Buni mesela aldığın kıtım Trump ne bilen görüşken çağda Xi Jinping'le görüşkende G2 degan nemeni o'tirib qo'ygan demesen. Xitoy bilan Amerikaniki dunyoning o'rtaq so'raydigan nuqtasini uchun masalan. Mesela hozir Rossiya bilan bo'lgan nima bor? Xitoy bilan Dunyoni bilishib so'ray. Ama paralelde Rossiya bilan ait yaqin nemisini tortyotdi. Xuddi Arktikda masalan 2 trillionlik nemini kelishimni imzoladi oldin qitim. Ma Bitcoin bilan Ruslarla bo'lgan munosabatda masalan yaqinlashish bor. Masalan, Ukraina masalasi to'g'rilib ko'rish bo'ldi oldin qattiq. Ko'rishgan chog'da 2 trillionlik tijorat kelishimi imzolaganligini qoldi. Nurg'unlagan jihat